Assalomu alaykum, foydali obzor kanali kuzatuvchilari. Bugun biz malakali biznesmen yoki yangi tadbirkorlikni boshlayotgan biznesmen akalarimizga ajoyib taklif bilan chiqdik. Endi siz usta saqlab, do'kon qurib, qurilish mollariga borib, vaqtingizni ketkazmasdan bizga murojaat qilsangiz, biz sizga har xil turdagi, har xil razmerdagi ko'chma do'konlarni taklif qilamiz. Do'konlarimizni ichini bir ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p, do'konni o'zingiz xohlagan razmerda tayyorlashingiz mumkin. Hozir bu buyurtmaga asosan o'sha mijozimizning iltimoslariga binoan qildik. Mana bu yer hojatxona. Bu yeri kuxnya qilsa bo'ladi. Ichki dizaynlarni o'zingiz tanlaysiz. Ko'chma do'konlarimizga faqat sifatli mahsulotlar ishlatganmiz. Ichki dizaynni o'zingiz xohlagan turda, xohlagan stilda qildirsangiz bo'ladi. Do'konlarimiz yozda salqin, qishda issiq saqlab beradi. Ushbu do'konimizda buyurtmachimizning talabiga binoan mana bunaqa joy qilib qo'yganmiz. Ariston qo'yadigan kladovka ham qilsa bo'ladi. Siz bizdan nafaqat ko'chma do'konlar, balki dala hovli uchun yengil konstruksiyadagi ko'chma uylar ham zakaz qilishingiz mumkin. Savdo ofislari, xullas sizni talab istagingizga binoan istagan narsangizni yasab beramiz. Aytgancha muddatli to'lovimiz ham bor. 36 gacha bemalol muddatli to'lov asosida olsangiz bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastdagi nomerlarga telefon qilib, menejerlarimiz bilan gaplashib, o'zingizga qiziq bo'lgan savollaringizni javob olishingiz mumkin. Foydali obzorda qoling. Foydali obzor sizga har doim foydali ma'lumotlarni berishga harakat qiladi.